Jennerson turban oldik. Boyning ikkita xizmatimiz bo'ladi. Mana boyning uyi. Bunda mahsulo olmasin, короче, zombilar apokalips bo'lgan. Mahsulo juda ko'p bo'lgan. Mayli o'zi qanday ishxonasidan. Assalomu alaykum, boy aka, yaxshi kelasiz, zo'rmisiz? Nimaga kelibsizlar? Ha, yaxshi. Xo'p, kelinchi. Nima berasiz? Boy aka, bu qanday ishingizni qilay, boy aka? Ishi bitgan bormi? Ha, bor mana o'zimda. Sen hamma yerlarni tozala. Sandig'imga teginma. Bilasanmi? Xo'p, boy aka. Ekan uyingizda butun bo'ykan o'ldimi? Hamma bo'yini. Ekan joyga qani sepgan bu xotirda. Sen hozir sayohatga ketgan, lekin zombi operatsiyasi boshlangandan keyin odamlar hammaga o'lib ketgan. Xotini hali tegishmoqda, boy kiyimlangan. Faqat boy bilan qolgan dunyoda, lekin boy ko'rishlar nima qildi? Hali yana hayotda qaytadi, umidlar bo'ldi. Kunlarga so'qishni Menimcha hali qadoq ishlagan yo'q. Favoridan keladi. To'xtagingizni oldin ko'rmagan bo'lgani. Qiziq kerak olib kelaman. Jennerson bu neydi? Nasıl yapıyor? Ne yapıyor? Jennerson'da vakti gibi. Bu nima ovoz? Xizmatkor. Yo, hech nima voyga. Yo, Jennersonlari. Atıyor bitta stakorda. İngilizce bitta donlayıcı hozircha. Halo boy aka. Ho. Hamma şey bo'ldimi? Tashqarida ham qolaymi? Ha. Right. Jennerson qonun tushdi boy aka. Uyimga ketolmayman boy aka. Iltimos sizga yotib qolay. Siz hali ish izlaysiz-ku, ingamda ish to'qlaysiz. O'ylab ko'raman. Mayli, yota qol. Qanaqa qilamiz? Albatta, ko'chaga qo'yib Jennersonlar. O'ltirib boyqalar uylardan chiqqan. Jennerson zombiylarga qarshi jang qilishim kerak. Qo'yaman. Chunki olmasida qo'shniyatim yo'q. Ana Jennersonlar. Yo, Jennerson. Oyda oyun olmasın da ülkeye kafalaydı. Ha yine ertege var. Dersin. Ben İstanbul'a geliyorsun. Boy kim qani? Boy aka, mahsulo kiryapti uyingizga. Himoya qilish kerak. Buni qayoqdan olding? Siz gohar Jennersonlar. Hali sen meni urdingmi? Hali shu yoqdan chiqib olsam, seni o'zim qo'lim bilan o'ldiraman.
o'tirib qo'ydim. Dunyoda axir ikkitagina odam qolgan ekan. Bittasi boy ekan, bittasini esa men edim. Onu o'ldirib qo'ydim. Jin ursinlar ey. Endi qanday qilaman? Chiqaman, olaman, ishlayman. Boygan yana qolgan narsalarni olishim. Jin ursa hozircha bu yerdan chiqib ketish imkonim yo'q. İkinci kısım mocu like bosib qo'ying.